2026-yilgi Subaru Forester avtomobil olamida yangi bosqichni boshlab beradi. Subaru brendi doimo ishonchlilik, xavfsizlik, barqaror yurish xususiyati va haqiqiy yo'ldan tashqari imkoniyatlarni ustuvor qilib kelgan bo'lsa, yangi Forester ana shu an'anani yanada yuqori darajaga ko'targan. Bugungi kunda dunyo bo'ylab crossover segmenti eng talabgir soha hisoblanadi va 2026 Subaru Forester shu raqobatda o'z o'rnini mustahkamlash uchun zamonaviy dizayn, takomillashtirilgan texnologiyalar, yanada kuchli va tejamkor dvigatel, shuningdek, xavfsizlik bo'yicha eng so'nggi yechimlarni o'zida mujassam etadi. 2026 yilgi model tashqi ko'rinishidan boshlab butunlay yangicha yondashuvni namoyon qiladi. Avtomobilning umumiy silueti Foresterning klassik qiyofasini eslatadi, ammo unda zamonaviylik, agressivlik va aerodinamik samaradorlik sezilarli ravishda oshirilgan. Old panjarasi kengaytirilgan, yirik geksagonal shaklga ega, markazda esa Subaru yulduzli logotipi yanada yorqin va chuqur joylashtirilgan. Optika butunlay yangi LED matrix texnologiyasiga o'tgan bo'lib, ular nafaqat yo'lni mukammal yoritadi, balki qarama-qarshi yo'nalishdagi transport vositalarini aniqlab, nur oqimini avtomatik tarzda moslab beradi. Bu esa xavfsizlik va qulaylikka katta ta'sir ko'rsatadi. Avtomobil kapoti oldingi avlodlarga qaraganda yanada mushakdor shaklga ega bo'lib, qirrali chiziqlar unga sportiv xarakter bag'ishlaydi. Yon tomonda esa keng yelkalar, yengil aerodinamik egri chiziqlar va yirik o'lchamdagi gildirak arkalari avtomobilning off-road ruhini ifoda etadi. 17, 18 yoki 19 dyuymli yangi dizayndagi disklar Foresterning ko'rinishini yanada jozibador qiladi. Shuningdek, 2026 yilda Subaru tanlovni kengaytirib, bir nechta yangi kuzov ranglarini qo'shgan. Metallik bronza, chuqur toq ko'k, urban yashil va muzli oq ranglar avtomobilning xarakteriga mos tushadi. Orqa qismi ham modern dizayn ruhida qayta ishlangan. Kengaytirilgan LED chiroqlar avtomobilni yanada kengroq qilib ko'rsatadigan yoritish. Aytish joizki, Subaru Forester har doim xavfsizlik tizimlari bo'yicha yetakchilardan biri bo'lib kelgan. 2026 yilgi modelda esa bu ustunlik yanada kuchaytirilgan. Mashhur Subaru ESX tizimi to'liq takomillashtirilgan bo'lib, endi 360 darajalik kuzatuv, radarlar va yuqori aniqlikdagi stereo kameralar asosida ishlaydi. Yangi ESX Sport butun oq quyidagi funksiyalarni taqdim etadi. Adaptiv cruise nazorat, yo'ldan chiqishni oldini olish, avtomatik tormozlash, piyodalarni aniqlash, velosipedchilarni aniqlash, xavfsiz masofani ushlab turish, kor zona nazorati, orqaga harakatda to'qnashuvdan himoya. Shuningdek, 2026 Foresterda yo'l belgilari identifikatsiyasi, haydovchi charchog'ini aniqlash, avtomatik uzoq-yaqin far almashinuvi va yo'l bo'ylab avtomatik harakatlanish tizimi ham mavjud. Xullas, avtomobil haydovchi xatolarni maksimal darajada kamaytirishga qaratilgan. Platforma qismi Subaruning mashhur global platform asosida ishlab chiqilgan bo'lib, uning yangi avlod versiyasi yordamida avtomobilning barqarorligi, burilishdagi turgunligi va umumiy xavfsizligi sezilarli darajada oshgan. Bu platforma shuningdek, zarba energiyasini samarali sovurish xususiyatiga ega bo'lib, avariya holatida yo'lovchilarning himoyasini yanada kuchaytiradi. Endi eng qiziq qism dvigatel va haydov tizimi. 2026 yilgi Foresterning asosiy yurak qismi sifatida 2,5 litrlik Subaru Boxer benzinli dvigatelning yangilangan versiyasi o'rnatilgan. Ushbu dvigatel oldingi avlodga qaraganda quvvat va moment bo'yicha yaxshilangani, tejamkorligi oshgani va ekologik me'yorlarga mos ravishda qayta ishlab chiqilgani bilan ajralib turadi. U 185 ot kuchi atrofida quvvat ishlab chiqaradi. Bu esa crossover segmenti uchun yetarlicha dinamik vosita demakdir. Yangi chit lineartronit uzatmalar qutisi esa tezlik o'zgartirishni silliq, tejamkor va yengil qiladi. Subaruning ajralmas tentagi, simmetrik to'liq gildirakdan tortish tizimi, Symmetrical Arm Foresterda ham asosiy o'rin. Bu tizim avtomobilni har qanday yo'l,